Hurmatli ustozlar va talabalar, bugungi demak mavzuyimiz maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda demak tizimli tahlil strukturasi, prinsiplari, usullari va qaror qabul qilish asoslari. Biz bilamiz, maktabgacha ta'lim tashkilotlari aynan rahbarni qaror qabul qilish demak ko'nikmasi, undan tashqari aynan maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv jarayonini demak to'g'ri tashkil qilish, jamoa bilan to'g'ri ishlash, ya'ni ko'nikmalarga ega bo'lish kerak. Bugun amaliy darsimiz bo'lganligi sababli har bir demak talabalarimiz o'z-o'zlariga demak 4 ta guruhga bo'lingan holatda tayyorgarlik, ya'ni amaliy darsga tayyorgarlik ko'rib kelgan. Ya'ni bunda demak liderlar guruhi, yosh menejerlar guruhi sohasiga oid bo'lgan demak terminlardan foydalangan holatda tayyorgarlik. Mavzuyimiz maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda tizimli tahlil strukturasi, prinsiplari, usullari va qaror qabul qilish asoslari. Rejamiz olish jarayonining asosiy bosqichlari, eng ma'qul yechimni tanlash va amalga oshirish, mavjud variantlar orasidan eng ma'qulini tanlash, uni rejalashtirish va amaliyotga tatbiq etish zarur hisoblanadi. Natijalarni baholash va zarur bo'lgan tuzatishlar kiritish muhim hisoblanadi. Asosiy bosqichlarda muqobil yechimlarni ishlab chiqish, muammolarni hal qilish uchun turli yechim variantlarni yaratish kerak hisoblanadi. Video qilasan? Mana turishim kerak. Xo'p, sizlarniki bugun nima tayyorlab keldilaring? Test bor. Yana piramida, yaxshi. Emotsiyalar bor, dars haqida savollar bor, test bor, testlar bor, slayd bor. Yaxshi. Yaxshi. Demak, kesaring bor. Testlaring bor. Bu PM'ni tutilgan o'sha kompaniyada to'g'rilik ish haftasiga yana plus minus keng qiziqarli tomoni. Yaxshi. Shu asosda muammolarni yechib boramiz. Zamonaviy sharoitda esa MTT boshqaruvida faqat ma'muriy buyruqlar yig'indisi emas, balki rejalashtirish, tashkil etish, uni motivatsiya berish, xodimlarni doim tinglash. Guruhni nomini yozinglar. Guruhlar nomini yozib beringlar. Men bitta muammo orasida ikkalasidan beshta xohlaganinglarni shu muammoni kelib chiqishiga masalan inson qanaqa sababchi bo'ladi? Masalan, malakasi yetishmasligi mumkin. Jarayonda qanaqa sabab bo'ladi? O'sha vaqt Kompaniyada 4 kunlik ish haftasini plus minus va qiziqarli tomonlarni yechishimiz kerak ekan. Plus tomonlari dam olish kunlari ko'p bo'ladi. Bu degani inson miyasi ham yaxshi ishlaydi, ko'p dam olganligi sababli bu ish samaradorligiga ham ta'sir qiladi. Minus tomonlari ish soatlari kam bo'ladi. Bu lekin ish soati kam bo'lganligi uchun bu ham ish samarasiga buni ham minus tomonlari bor. Kam ishlaganligi uchun yillik planni bajara olmasligi mumkin bo'ladi. Shunaqada ta'sir qiladi. Qiziqarli tomoni ishdan zerikib qolmaydi odamlar. Yaxshi kayfiyat bilan ishlashadi, hamkasblar bilan qiziqarli muloqotda bo'ladi, kam ko'rishganlik sabab. Muhit ta'sir qilishiga bolalarga e'tibor kamligini oldik. Ular bilan fikr almashish kam. Bundan tashqari ota-ona bolaga ko'proq telefon berib qo'yishi, undan fikrini so'ramasligi shu muhitga oldik. Keyingisi menejment sifatida biz o'sha tizimli prinsipli asosida reja tuzib olamiz. Ya'ni bolani o'sha so'z boyligini ko'tarish uchun asta-sekin u bilan o'sha ish olib borilishi. Keyingisi inson omili sifatida bu birinchi o'sha ota-onaning